Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum YouTube obunachilari va Chorvoqo'y ishqibozlari. Saroy Optim kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimiz, Hojit aka, hojonalarimiz. Xudo xolasa video syomkamizni yangisini boshlab oldik. Video syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha arzonchilar yig'ilgan Tepaqo'rg'on qishlog'ida sizlar tanigan Azbek akamizni qo'y firmalariga kelganmiz aka. Assalomu alaykum. Charchamay. Shomsiz? Assalomu alaykum obunachilar. Bugunga yaxshi qo'ylarimiz kelgan, xudo xolasa bo'g'oz, qisir, hop, to'xli, inabola, ikkita zotga qo'chqarimiz bor. Zotga ham. Zotga ham bor, 2 dona. 2 dona. Kuzatib turishsa sekin-sekin narximni o'zi chiqaradi, xudo xolasa. Ejani ezamanmiz. Qani qo'ylar ko'rsataveramiz aka? Qani bismillah. Aka bir qator ma'lumotni aytib o'ting bularni. Jonivorlar, qaranglar akalar. Partiyamizga 5 dona. 5 dona. 5 dona. Jonivorlar, qaranglar akalar. Yosh oyliklari 11-12 oylik. 11-12 oylik atrofidagi to'xliga o'tgan qo'zi so'g'liqlar. Ha. Jonivorlar. Yevchilar sinovdan o'tganmi aka bularni? Yevchilar sinovdan o'tgan, bir hatto xudo xolasa sinab ham olishaveradi uyga borganda. Uyga borganda sinab ham olishaveradi. O'ylanishmaydi, bir hafta sinab olishaveradi. Sog'lom qo'ylar. Sog'lom qo'ylar. Agar yo'talsa, kasal bo'lsa menga qaytib olaman. Yeb ichmasa ham. Yeb ichmasa ham menga qaytib olaveraman. Ejani ezamanmiz. Jonivorlar qaranglar. O'ta xo'ra ekan-a. O'toqdan ham yeb ko'rishyapti jonivorlar. Jonivorlar qaranglar. Bo'ylarni qanchaga beramiz aka? Xo'p, 80-85 ga olish, 80 ga olishaversin. 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaversin. Ejani ezamanmiz. Jonivorlar, qara bir qator maza qiladigan variantda hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa. Jonivorlar qaranglar. Hammasini quloq oshi butun ekan, aka. Quloq oshi butun, xudo xolasa. Qani ichidan bitta aka, liboyini bittasini shuni ushab turib bitta chini ko'rsatib qo'ying. Realni bo'lsa. Bitta chini. Saroy Optim kanalida hammasi realni bo'lib kelgan, xudo xolasa. Realni bo'ladi. Mana shu olasini mana qaranglar akalar. Ha. Qo'zi. Qo'zi. Mana. Badani ham bor mana. Qo'y jonivorni qaranglar akalar. Toza narsa, xudo xolasa. Semiz. Badani ham yaxshi ekan akalar. Ola variantidan. Ola variantida. Ha. Bir joyga olaman deysa mana, xudo xolasa 5 dona. Soni 5 dona, bir qo'ra, bir cho'pon. Bir qo'ray, bir cho'pon, xudo xolasa. Jonivorlar qaranglar, dumba boshlari ham dumba, yeri dumba, sipachchalaridan ekan-da aka. Sipachchalar, anaqa dumbasi osilgan, anaqa qo'ydim men olmayman, chunki bozorda o'zim tanlab olganman, dangalgan. Chertib. Chertib olganman, 100 ming, 50 mingga qaramayman bozorda. Nimaga obunachilar xursand bo'lsin deb olaman. Jonivorlar qaranglar, mashalloh akalar. Xolasa akamizni qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat deb tursalar, xudo xolasa. Otangga rahmat deb like bosib tursin. Bundan ham zo'rlarni chiqarib beraman, xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Jonivorlar qaranglar akalar. Ko'rib qo'yish quvnaydigan variantlar. Dastlabkasini qayergacha qilamiz endi aka bularni? Dastlabkasi 10 ta viloyat bo'lsa, hammasiga yetkazib beraman, xudo xolasa. Dastlabkasini o'ylab o'tirishmasin. 5 ovni olaman deysa, Ha. ammo bitta ikkitaga vodiy bo'ylab, Toshkent bo'ylab qo'yib beraman. Qolgan viloyatlarga kelishgan holatda chiqaradi. Ha, kelishilgan holatda 5 ovni bir joyga oldim Azizbek desa, yetkazib boraman. 10 ta viloyatga. 12 ta viloyatga. 10 ta viloyatga yetkazib boraman. Jonivorlar zamon bo'lsin. Jonivorlar, neylar, hurmatli aka-ukalar. Mana akalar tepadan ko'rinishlari ham xudo xolasa yirik qo'ylar, xudo xolasa tavsiya qiladigan variantidan xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Akamiz 24 soat aloqadasiz. 24 soat aloqadaman, xudo xolasa. Musofirdan telefon qilsa ham ishlarni bitirib beraman inshaalloh, xudo xolasa. Jonivorni qaranglar akalar. Ko'rib qo'squ degan varianti, mashalloh. Endi aka narxini ayting. Narxi bizni kuzatayotgan aka-ukalarimizga ham juda qiziq. Bozorda arzon qilib beraman. Qani, qo'lni bering. Bozorda gapirishmasin, bozorda bo'lib. 5,5 5 qo'yar narxim. Aha. Dangali, men bozorda arzon qilib beraman. Oxir so'rab o'tirishmaydi, bitta gapiraman. 8 dan bo'lsa sotdim bir joyga. 4,8 dan. Ha. O'tib berasizmi? Ha? O'tib berasizmi? Ozdan chiqqaniga sotilmaydi, ozmas xayr qilib beraman. Yana menga ham o'tib berasiz, meni kanalimdan kuzatib chiqayotgan obunachilarimga ham o'tib berasiz. Bo'ldi. Siz kanalingizga otangga rahmat deb tursa, Saroy Optimdan telefon qilyapman Azizbek desa bor, 100 ming so'm o'tdim. Barakasini bersin. Yana xayr sunnatiga o'tib berasiz, a? O'tib beraman ozdan chiqqaniga. Joningiz. Siz xursand bo'lsangiz obunachilar. Joningiz omon. Shunda 4 million 700 dan bo'lyapti. 4 million 700 mingdan, xudo xolasa. 4 million 700 ming so'mdan hurmatli aka-ukalar. Jonivorlar qaranglar akalar. Mana shunaqasida hammamizga nasib ro'z aylasin boq. Akalar endi kimlarning imkoniyati bitta, kimlarning mingta. Ilohim akalar hammamizning imkoniyati mingta bo'lsa. Bo'g'ozmi qisirmi endi aka bular?
qo'chqar yurgan ichida bezi bor bunday. Aha. Qo'chqar yurgan ichida. Hop, semizlikniki ham bo'lishi mumkin. Aha. Lekin qo'chqar yurgan buni ichida. Qo'chqar yurgan. Ha. Lekin men qisirga sotmayman bu qo'yni. Bo'g'ozgachi? Bo'g'ozga beraman. Bo'g'ozga beriladi. Bo'g'ozga chunki yelini bor, mayda qo'chqar yurgan. Qo'chqar yurgan. Hozir qisir qo'ydi o'zi qolmadi. Qisir o'zi qolmadi. Qisir qo'ydi o'zi qolmadi. Lekin bular qo'chqar ichida yurgan. Deqqanni lavuzga ishonib men ham olganman bu qo'ylarni. Bo'g'oz deb berishgan. Endi bularni bo'g'ozga berilaveradi. Bo'g'ozga berilaveradi, ha. Qisirga Joningiz zaman bo'lsa. Jonivorlar qaranglar akalar. Uzunligini qaranglar, bularni jonivorlar qaranglar akalar. Suyagi ham yaxshi, uzun narsalar. Xudo xolasa bir joyga oldim desa, mana zastavkani qilib, xudo xolasa 1 hafta garantiyasi bilan qilib beraman. 1 hafta garantiyasi. Garantiyasi bilan uyga borib sinashib 1 hafta garantiyasi bilan. Azizbek qo'ylarni yoqdi-ku, otangga rahmat deb laykni bosib tursa, 1 hafta garantiyasi bilan qo'ylar beraman. Joningiz zaman bo'lsa. Hurmatli aka-ukalar, 4 million 700 ming so'mdan to'g'ri bo'g'ozdan, bo'g'ozga berdim dedingiz? Bo'g'oz, ha. To'g'ri bo'g'ozga bo'g'oz so'ragan aka-ukalarimizga videoda ulashib tashlab qo'yaverasizlar, jonivorlar qaranglar akalar. Mana to'g'ri bo'g'oz so'ragan aka-ukalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyamizni boshlaymiz akalar. Akalar, ikkinchi partiyamizni ham boshlaymiz. Jonivorlarda qaranglar akalar. Ko'k ishqibozlariga, qora ishqibozlariga, qizil kashtan ishqibozlariga ham bor ekan. Xudo xolasa. Azizbek aka bir qator ma'lumotini aytib o'tingchi bularni. Xo'p, ikkinchi partiyamizga Aha. 5 dona. Bu ham 5 ta. 5 ta bu. Joningiz zaman bo'lsa. 5 dona. Aha. Jonivorlarda, qaranglar jonivorlarda Yosh akalar. oyliklari 8-9 oylik. 8-9 oylik. 8-9 oylik yosh oyliklari. Aha. Xudo xolasa bo'ylari 75, 70 ga olishaversin. 70 ga olishaveradi. 70 ga olishaveradi. 70 plus minus kam ya 70 kam? 70 ga olishaversin. 70 ga olishaveradi, xudo xolasa. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa. Mana shunaqa to'qli so'ragan aka-ukalarimiz bormi? Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar Azizbek akamizga. Yebichanlari sinovdan o'tganmi aka bularda? Yebichanlar sinovdan o'tgan, xudo xolasa uyga olib borgandan keyin bir hafta sinashmay olishaveradi. O'ylanmay. O'ylanmay sinab olishaveradi. Nech partiya qo'yib chiqaramiz endi, ha? Aka bugun. Bugunga 5 partiya chiqadi. 5 partiya. 5 partiya. Hammasi to'qli. Hammasi bu haligi inobola ham bor, ikkita qo'chqarimiz bor. Joningiz zaman. Ina bola ham bor dedingiz aka? Ham bor. Ha, o'zgaribsiz aka. Qanagasini bersin. Joningiz zaman bo'lsin. Haligi Assortiment katta ekan. Asasi 5-6 xil qo'ylarimiz bor. 5-6 xil. Jonivorlar qaranglar. Akalar hammasi tiklanma variantida. Yebichanlar sinovdan o'tgandingiz buni, ha? Sinovdan o'tgan, xudo xolasa o'zlari ham sinashaveradi. Bir hafta uyga borgandan keyin kasal bo'lsa, yeb ichmasa o'zim qaytib olaman. Kasal bo'lsa yeb ichmasa. Realni ish qilaman. Men anaqa odamdan olaman. Jonivorlar qaranglar akalar. Mana akalar, jonivorlar qaranglar. Bo'ylari ham 70 ekan. 70 bo'ylari. Bo'ylari 70, hurmatli aka-ukalar. Hammasi tiklanma variantida, xudo xolasa. Xudo xolasa yolmadim bilan inshaalloh. Bitta obunachimizni qo'ylari, xudo xolasa. Xudo xolasa bitta obunachimizni, bitta aka-ukamizga nasib ro'z aylasin deb qolamiz, hurmatli aka-ukalar. Akalar, kanalda yangi bo'lsalaring, laykni bosib, obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa. Saroy Optim kanali faqat arzonchilar, optimchilardan videoga olishga harakat qiladi. Mana shunaqa jonivorlarda hammamizga boqish nasib ro'z aylasin, hurmatli aka-ukalar. Bitta ko'kidan ham kelib qo'ygan, xudo xolasa. Ko'kish qo'zlariga. Ha. Yoki bitta obunachimizni qo'yda. Bir joyga olishsa buni xudo xolasa baqiya yurishadi. Kelajagi bor, xudo xolasa arzon qilib Arzon qilib beriladi. Arzon beraman. Xudo xolasa yo'lida qilib. Yo'lda qilib beraman. Bo'g'ozmi qisirmaydi aka bular? Bular 50-50. 50-50. Ha, 50-50 variantida. Nimagaki buni ichiga ko'rib kirilmagan-da. Narsalar xudo xolasa 1 oy, 2 oydan keyin yemni berib turishsa, Aha. qochishga tayyor, qo'chqardan qo'shib ber. Xudo xolasa qo'chqar qilib beraman, qo'chqar qilib ber degan odamlarga. Aha. Yaxshisidan Jonivorlar badani ham yaxshi ekan, aka. Badani ham yaxshi, quruq emas. Quruq emas. Jonivorlar qaranglar akalar. Bitta o'tishyapti. Shoh ekanda, aka bular, ha? Mana shu narsaga olishaverar ekanda endi bularni. Olishaveradi. Nimagaki 50-50 bu. 50-50. 50-50. Kem qo'lingizni bering. Ertaga qisir chiqib qolsa, undan hijolat qilaman dangalga. Mana akalar tepadan ko'rib. Nimagaki bundayda supon. Aha. Bo'g'oz qo'ydi deyman. Qisir qo'y deyman. Aha. Realni ish qilaveraylik, ertaga uyolib qolmaylik. Bunini bari cho'zib o'tirishni kerak yo'q. Buni bir joyga oldim uka Azizbek degan odamga 4 million so'mdan ketdi. Barakasini bersin. 4 million so'mdan. O'tib berasizmi? Bir joyga. Ha? Ha? O'tib berasizmi? O'tib beraman. Telefon qilsa chiroyli qilib. Telefon qilishsa
So'ray o'pdim kanaldan telefon qilyapsan desa, xayriga o'tib beraman. Joningiz omon bo'lsin. 4 million so'mdan hurmatli aka-ukalar. Bir joyga. Yosh oyliklari 8-9 oylik atrofidagi to'qliq o'tgan variantidan xudo xolasa so'ragan aka-ukalarimizga videoda ulashib, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib olaverasizlar. 4 million so'mdan boylarni 70 ga olishaveradi. 70 ga olishaveradi. O'ylanmay 70 ga olishaversin. O'ylanmay. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkasi qaygacha buni? Dastlabkasi xudo xolasa hammasini oldim sizga desa bor-ku, 12 ta viloyatga ketaveradi. 12 ta viloyatga. Bitta ikkita olishaman deysa, Toshkent vodiy bo'ylab jo'natib beraman. Bitta ikkitaga 12 ta viloyatga ham chiqaveradi bitta ikkita. Chiqaveradi. Kelishgan holatda. Kelishgan holatda chiqaveradi. Ammo bitta obunachimizni qo'ying. Joningiz omon bo'lsin. 5 ta oldim deysa, Bitta akamizga nasib ro'za aylasin deb qolamiz. Hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyamizni boshlaymiz. Akalar keyingi partiyamizni ham boshlab oldik. 4-partiyamizmi Azbek aka? 4-partiyamiz. 3. 3-partiya. 3-partiyamiz. Ha, adashib ketdi uzr ammo. 3-partiyamizni ham boshlab oldik. Hurmatli aka-ukalar. Mana bular. 3-partiyamizga ina bolalar. Ina bolalar. Ina bolalar varianti. Bu qator ma'lumotini aytib o'ting bularni. Xo'p. Jonivorlar. Mana akalar yana yeb ichib turishadi. Kam bo'yin. Kam bo'yin. Ha, ma'lumotini aytib o'ting. Ikkovniki ham sovlo. Ikkovini ham bolasi sovlo. Sovlo. Kishi 6 tadan. Kishi 6 tadan. Bolalar 3-dan. 3-chi bolalar. Jonivor. 3-chi bola. Qaysini bolasi qaysi endi aka? Xo'p, mana sariqni bolasi, mana sariqni. Qora. Mana qora. Buni qorani bolasini hozir ukam sotib qo'yibdi. Mendan beso'roq. Aha. Mendan beso'roq sotib qo'yibdi, ammo uzr. Inasini sotaveramiz. Bolasi mana endi qora bolasi sariqni bolasi qora ekanda endi aka. Anaqa variantda. Ajoyib. Ina bola sotaman dedim, o'zini ukam sotib qo'yibdi bolasini. Mana qaranglar akalar. Bolasi qanchaga sotildi sir bo'lmasa? Bolasimi? Ha. 3,5 ga. 3,5 ga sotildi. 3,5 ga sotib qo'yibdi. Voy. Ammo bolasi ham o'ta ideal narsa. Jonivor aka. Inasini olaman deysa bor, inasini ham bolali, yo'g'asa yemga, yo'g'asa bolaga olib qo'yishsa, ertaga baraka topadigan. Rosta bola baqaman deb haligi o'g'inda, bolaga o'tkazib kuchini. Jonivor qaranglar, bolasini akalar, mashalloh. O'ta sifat narsa edi. Akamiz sotib qo'yibdi-da. Yaypang. Telefon qilib, duo qilib baqaman dedilar, pensiya berib. Pensiyani yig'ib o'tiribman, iloji yo'q berib yubordi-da. Endi buni narxini ayting. Buni ilasini arzonroq qilib beradi. Narximi? 4 million. Qancha kami bor endi buni? Bolasini sotib yuboribsiz o'zi. Bo'ldim, qilamiz mana. Ha. Hozir o'ylanib o'tirishni kerak, yo'q, To'ppa-to'g'ri. o'z ina bola sotishim kerak edi men. Aha. Negaki ina bolaga ishqoz ko'p edi-da, Hop. bolasini ukam sotib qo'yibdi. Ayibni yo'qman, uni 3,5 ga bo'lsa sotdim, boshqa so'rashmaydi. Baraka. Enasi 3,5 million. Inasi 3,5 ga ketdi mana. Bolasi ham 3,5. Bolasi ham 3,5 million. Sotilibdi. Endi sotilganda endi bu, ha? To'g'ri, ha, sotilgan. Endi hozir ichkarida mara o'rganiga hurmatli aka-ukalar, baqa olib chiqdi-da, iloji yo'q endi akalar. To'g'ri shu narsalar degan umiddamiz. Buni ina bolani endi bolasi sotilmaganini ayting. Bola sotilmaganimi? Ha. 9 million deyapti. Hay shuni natiga o'tib berasizmi? 9 millionga mana oldim uka deysa, sotdim. O'tib berasiz sayr sunnati. Ozdan chiqqaniga sotdim mana. Barakasini Ozmaz bersin. o'tib beraman. Barakasini bersin. Akalar, sariq mana sarig'i enasi mana bola. Bolalar nima endi buni? Bolalarni so'ramam. Egalasi o'ziga yordamchi. Ammo bola sifatchi. Qani? O'zi chevar-da. Ekoydan kelgan o'zi chevarchilik boshlayveradi. Jonivorlar qaranglar akalar. O'ta sifat Mashalloh. narsa. Jonivorlar qaranglar akalar. Sifat. Kuniga 200 ming nat ko'ratar, bitta o'ynatdi xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar. Yana bola 9 million, mana yana bolamiz, bolasi sotilgan, enasidan 3,5 million ekan akalar. 3,5 millionga tag. Hammasi bitta kelsa hayriga o'tib beradi-da, aytganiga sotilmaydi. Hammasi bitta kelsa hayrini o'tib beraman xudo xolasa. Aytganim sotilma, xudo xolasa. Jonivorlar qaranglar. Aloqaga chiqaradigan variant. Mana yemga tayyor akalar. Yemlayman desalarga ham, bola olaman desalarga ham, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Dastlabkasi qaygacha endi buni? Dastlabkasini kelishilgan holatda Toshkent vodiy bo'ylab qilib beraman, xudo xolasa. Qolgan viloyatlarga ham chiqarimi? Kelishilgan holatda chiqarib beraman, ha. Joningiz omon bo'lsin. Bichalarni endi gapirmasak ham bo'laveradi mana aka. Ha, qanday O'tdi. O'ra narsalar. Eralarni bo'yiga nechiga beramiz?
Buni bo'ylari 80 ga olishaversin. 80 ga o'ylanmay olishaveradi. O'ylanmay olishaversin. Joning zamon bo'lsin. Xudo xolasa akalar, mana ona bola boladan ajragan sog'liq so'ragan ekan. Bo'g'azi ham ispaniyas 9 million bo'lyapti. Shunaqa. To'ppa-to'g'ri. Inasining suyagi yaxshi-da. Mana akalar oldida naq variantidan xudo xolasa. Mana bola variantidan xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasizlar. Jonivorlar qaranglar bir qator. Vaqt maza qiladigan variant. Sog'lom variantida. Xudo xolasa, hashamni yem yetkazib berishsa bo'ldi. Bolani zo'r boqqan ekan mana o'ynasiz akalar. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyamizni boshlaymiz. Akalar 4-partiyamizni ham boshlab oldik. Jonivorlar qaranglar akalar. Aka bir ma'lumotini aytib o'ting bularda. Xudo ma'lumotini. Aha. Hop. 7-6 oylik. 7-6 oylik atrofidagi to'qliga o'tgan sog'lig'i ikki oy ham, ha? Ikki oy. Jonivorlar. Chevarda kattasi. Chevarda kattasi deng. Joningiz ham biz. Narigilar 200 minglik o'ynatsanlar 500 minglik o'ynatgan. 500 ming. Kuniga, ha. Ularga borib turib material tashab qo'ysa ko'naytib ko'radi. Qo'ysa o'zi. Joningiz ham biz. Jonivorlar. Ichlarsizni o'tganmi aka? O'ylanmay olishaversin. O'ylamay olishaveradi. Nimagaki sinovda o'tgan, o'zlari ham uylariga borib sinashma olaveradi. Uylariga borib sinab olishaveradi. 3 yurib qo'ylar. Bir hafta sinov bor, xudo xolasa. Dastlabkasi qaygacha? Dastlabkasi Vodiy Toshkent bo'ylab qilib beraman, xudo xolasa. Vodiy Toshkent bo'ylab. Qolgan viloyatlarga ham chiqadi. Ikkoni bir jup oldim desa bor, 12 ta viloyatga qilib beraman. Barakasini bersin. Narxi qancha endi buni aka? Narximi? Ha. Xo'p. 7 million deyapti. Qo'lingizni bering. Bozorda ham 7 millionga olishadi. Siz arzonchisiz. Chiroyli qilib o'ting, bo'ldi, boshqa so'rashmaydi, xudo xolasa. Lekin xayr sunnatiga o'tib berasiz. Mana uni bitta o'taman. Ha. 6 million 600 ga bo'lsa ketdi bir joyga. Barakasini bersin. Mana akalar, sizlar meni qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun akamiz 7 million deb. Telefon qilyapman desa bor. Aha. Yana bittasi. Yana o'tib beraman, arzon qilib beraman. Yana o'tib berasiz. Necha pul o'tib berasiz? Ya telefonda bitadimi? Qolgan. Telefonda bitirib beraman. 5-partiyamizni ham boshlab oldik. Jonivorlar qaranglar akalar. Odamdan ham qolmas ekan. Jonivorlar qarang. Odamga o'rganganda xudo xolasa bu. Odamga o'rgangan variantidan xudo xolasa aka. Kelganman. Haliga bular. Evchalar sinovda o'tganmi aka bularda? Evchalar sinovda o'tgan, xudo xolasa uyga borgandan keyin bir hafta sinov bilan sinash olaveradi. Yeb ichmasa qo'y bunaqa bo'lmaydi. To'ppadi. Dangaga. Jonivorlar. Yem yeb turgan bular, xudo xolasa. Yem yeb turgan. Qanchadan beri endi yem yeb turgan aka bular? Jonivorlar qarang. Qanchadan beri yem yeb turgan? 6 oydan. 6 oydan beri yemini yeb turgan. 6 oydan beri. Jonivor. Qani? O'zi tayyor ekan-da aka. Tayyor. Ehsonga ham tayyor variantidan mana aka. Urug'ni ko'paytiraman. Sog'lig'imga qo'shib nasl olaman degan odamga sotaman. Lekin men so'yishga tavsiya qilmayman. Nimagaki? Yosh narsalar-da, kelajagi bor ertaga. Qo'zimi aka bular? Qo'zi. Necha oylik? Xo'p. 11-12 oylik. 11-12 oylik. Jonivorlar qaranglar akalar. Mashalloh akalar. 12 oylik qo'zilarimiz xudo xolasa, bo'ylari 80 puli, 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi, ha. Aka endi video cho'zmasdan qo'ylar bir qator ko'rsatdik. Qo'ylar zo'r ekan Ular haqiqatan. yaxshi xudo xolasa. Narxini ayting. Onuni bor-ku, Ha. bir joyga olsa, otangga rahmat deysa 6 millionlar ekko ketdi bir joyga. Barakasini bersin. 6 million so'm. 6 million so'm. Xayr sunnatiga o'tib berasizmi? Ozdan chiqqaniga sotilmasa o'tib beraman. Barakasini bersin. 6 million so'mdan mana akalar Simjon qorakashdan, bittasi qizil, bittasi qorakashdan degan akalar. Simjonidan. Qo'yim tulabchadan Mana variant. akalar. Juni o'smaydigan variantida. Xudo xolasa akamiz zotga tavsiya beryaptilar. Zotga xudo xolasa qo'lga qo'shib qo'ysa, bolani olib yurishadi xudo xolasa. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasizlar. Akalar videosi ham kamiz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Tepaqo'rg'on qishlog'ida sizlar tanigan arzonchi akamizni qo'y fermalarida bo'ldik. Xudo xolasa bundan bari klientlarga ishlaymiz xudo xolasa. Mana quyoshlar ham chiqyapti bir tomondan. Sog'lar xudo xolasa ketdi. Otangga rahmat deb like bosib tursa bo'ladi. Yana arzon chiqarib beraman. Joningiz Shu omon. bugunga 5 partiya bo'ldi, ha. Aha. Xudo xolasa 10 partiya, 20 partiya qilaman. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalda yangi bo'lsalar akalar obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Musofirda yurganlarda bor-ku, Ha. Xudo ishlarini o'g'il olsin. Musofirdan telefon qilyapman desa bor-ku, 100 ni o'taman. 100 Dangalga 100 ni o'taman. Keng mashettiga. Musofirdan Kim telefon qilsa, otangga rahmat Azizbek, telefon qilyapman.
ash qo'ying menga yoqdi desa, men lo'z gapim. Riyanli ish qilaman. Endi men ham gapiraman aka. Musofirda pul topish oson emas. Ekizdan o'tib Shuni berasiz. aytyapman, musofirda o'zi ishlash oson emas. Dangil gap. Ekizdan o'tib berasiz. Bola chaqaman deb yurgan, bola chaqa baqaman deb borgan ekan. To'patay. Uyqichay qilaman. Buni lo'zingizga bola. Otangga rahmat deb like urib tursa 200 ming o'tdim. Barakasini bersin. Endi bunday optomchiga o'xshadingiz aka men. Xudo xolasa akalar, qo'llab-quvvatlab, like bostirasizlar, xudo xolasa. Aloqaga chiqarsizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringga ehtiyot